narx olish kerak edi. Dunyo degan shundayin anglab bo'lmas sir ekan. Goh keng ekan, gohida tuyniksiz qasr ekan. Lekin inson hamisha bir hisga asir ekan. Hop, do'da. 45 ming bo'pti, do'da. Hop. Iqtisodiyat qilish kerak. Iqtisodiyat qilish kerak. Endi hammaga o'rsa iqtisodiyat qo'limizda, do'da. Bu hammaga iqtisodiyat qo'limizda. Hozir sal oldin ham bir odam kelib ketdilar. Odam kelib ketdi. Ha. Yana qaraydigan inson qilish kerak. Ya, endi ehson qilish kerak, har doim qurilmaydi, do'da. Joyga qo'yib qo'ya qoling. Biz ham anaqamiz bor. O'zimiz hisob-kitobimiz bor. Biz ham oddiy ishchimiz. Oddiy ishchimiz, do'da. Bor. Hadi, qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, joyga qo'yib ketavering, o'zim qo'yib qo'yaman, do'da. Dardi pul bo'lgan odamlarda jigarlik mehr bo'lmaydi o'g'lim. Allohdan hamma narsani so'ra. Kuch so'ra, sog'liq so'ra, baxt so'ra, muhabbat so'ra. O'zing uchun so'rashga nimadir topa olmasang, boshqalar uchun so'ra. Biroq aslo o'lim so'ray ko'rma. Ko'rdingmi, hayot qandayligini anglaganingda kulishdan o'zga choring qolmaydi. Davlat topsam, inim og'am dedilar. Begona ham jonim tog'am dedilar. Atrofimda parvonalar edilar. Dunyo seni bir kamliging shu ekan. Atrofimda parvonalar edilar.